Men otamni qo'yib yuborganman. Boshqa xohlagan odamni qo'yib yubora olmayman aka. Chunki men otamni o'zim qo'llarim bilan ko'mgan bo'laman. Meni hech kim ketish bilan qo'rqita olmaydi. Ketadiganlar bo'lsa bemalol. Hayotda kimningdir yo'qotishdan qo'rqasizmi? Ha. Hozirgi kunda bitta inson bor, onam. Lekin qo'rquvga soladi, lekin kim meni hayotimda bo'lsa, kim meni hozir men bilan bo'lsa, agar men bu insonning hayotida muhim men ketib qolsam, bu qanaqadir holatga tushib qoladi deyotgan bo'lsa yo'q. Chunki men otamni o'zim qo'llarim bilan ko'mgan bo'laman. Menga telefon qilib, "Seni otang o'ldi" deyishgan. Men shuni eshitgan bo'laman. O'zimni, yonimdagi tog'imni, eng ishongan odamimni men uchun doim qalbi bilan, vujudi bilan turgan odamni o'zim qo'llarim bilan ko'mgan odamman. Ya'ni otamni yo'qotdim men aka. Meni hech kim ketish bilan qo'rqita olmaydi. Ketadiganlar bo'lsa bemalol. Yo'llari ochiq. Va sababini ham so'ramayman. Nima sababdan ketasan deb. Qoladiganlar bo'lsa bag'rimiz ochiq. Ketadiganlar bo'lsa yo'llari ochiq. Men otamni o'zim qo'llarim bilan ko'mgan odamman aka. Meni ketish bilan hech kim qo'rqita olmaydi. Men otamni qo'yib yuborganman. Boshqa xohlagan odamni qo'yib yubora olmayman aka. Otamni qo'yib yuborgan odam любой odam qo'yib yuboraman aka. Qo'limda ushlab turmayman. Yo'q, men bunaqa javob kutmagandim.